Assalomu alaykum. Uy, mana men Qurboy Madaliyev. Aylanib Orifjon Farg'onadan do'stim kelgan ekan. Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumanida mana qangi teplitsaning ichiga shunaqangi manzarali gullar chiqarib nima qilib sotyapti ekan, savdoda ekan hozir. Qarang buni. Nima? Buxoroliklar, Surxondaryoliklar hammalaring mana bizda manaqa gullar o'stiriladi-da. Kerak bo'lsa menda nima qilib kelaverasizlar. Adreslari tayin. Manzarali qarang. Chiroyliligini qarang, manzara. Вообще отличный nimada. Kirsang bahri diling ochiladigan joylarni qilib qo'yibdi. Otasiga rahmat, mana bolalarni. Mana shu ishlarda avtorlariga, otalariga rahmat. Qarang mana. Gulni turma-turi. Nima deydi? Anjelika degan. Bu mana nimami? Atirgulmi? Piyon degan. Nima degan? Piyon. Piyon degan gullar ekan. Mana tomirlari bilan. Bular nima qilinadi-da? Kelgan odamga sotiladi-da. Gollandiyadan kelar ekan. Oho, Sara Bernard deydi. Piyon oq. Rozovый deydi. Rozovый. Anjelika. Mana shunaqa gullar ekanda, qisqasi manzarali nimalar. Haligi domlarda, bergi nimalarda yashaydigan uylarda manzara uchun nima qilinadigan, o'stiriladigan gullar ekan. Oho, manaqa katta tuvaylilar ham bor ekanda, ha? Молодец, mana. Ana. Tugab qo'ygan gullar bu. Tugab ha, bu sotilib ketgan, ha? Kecha tugagan deb. Mana ona atini nima dedinglar? Mana ona bola olayotganda. Kamiliya degan gul bor ekan. Bu qayerdan keladi? Xitoydan. Bu-chi mana o gul? Xitoydan bular hammasi. Ha, Xitoydan kelar ekan gullar. Ana. Siz nima qildingizmi, og'ayni? Tanladingizmi? Ha, молодец. Mana Farg'onadan Orifjon bilan mana og'aynimiz ham kelibdi. Shrederdamiz siz ham? Ha, ana. Shrederda mana shu og'aynimiz ham kelib mana shunaqa gul kerak ekan. Bir imorat izdan. O'shiga bilan bir xilmi? Kalkiga bilan bir xilmi? Bu oddarog'imi? Ana, gullar. Mana qaranglar, manzara вообще chiroyli. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Gayida yonidagi ko'chadan Jalaquduq tomondan kelsa o'ngga, Qo'rg'ontepani sentr tomonidan kelsa chapga 50 metr rastoyanida mana shunaqa nimalar bo'lyapti ekan, gullar bo'lyapti. Bu yarmi pashda 30% qolgan ekan. 70% sotilib ketdi deyishyapti. Mana bunday qilib gullarni sug'arib nima qilar ekan. Mana Kamiliya degan guldi. Mana kattalari, mana gullar. Kattalari bular maydalar ekan. Tuvakka atdelni qilib ekib, qisqasi nimaga tayyor qilib qo'yilgan nimada? Hammasi. Mana. Bu manoni nomi nima? Ha? Araukariya? Ha. Mana bunday qilib ham nima qilib qo'yar ekan, uylarga qilinar ekanda bu. Ana shunaqangi nima, Orifjon do'stim kelgan. Shular bilan aylanib yuribmiz. Mana bunday qilib tuvaklarga tayyor ekilgan, pashta ochilgan ana gullar. Mana bunday qilib qarang buni. O'sha go'zallikda, go'zallik. Tabiatni nimasida, mo'jizasida. Qarang, mana ularga qarang. Mana qarang gullarni, ana. Bunaqa chiroyli joylar yana qayda bor? Faqat O'zbekistonda bor-da, Andijonda bo'lib ham. Ayniqsa qarang mana. Har bitta nimasi bu. Mana u ham gul ekan. Tagidan narsalar chiqqan. Ana gullar. Hammasi tuvakka o'tirgizilgan живой gullar. Ana gullar. Mana gullar. Mahmud aka, To'lqin aka,
Qodir aka, narigi nima? Mahmudjon, Olimtoy. Ashuni nimaga chiqaribman? Mana shundan tomosha qilib, bunday qilib ola olasan. Mana shu narsalar, shunaqangi manzarali gullar kerak bo'lsa, telefon qilsanglar, adreslarini to'liq tushuntirib aytaman. Bizga yaqin joyda, meni uyimga yaqin joyda ekan.